Quroqchilik milliy hunarmandchiligimizning betakror turlaridan biri sanaladi. Navbatdagi lavhamiz qahramoni Rohat Joniqulova ham quroqchilikning sir asrorlarini yoshlarga o'rgatish yo'lida mehnat qilyapti. Hozir shu haqda. Asli kasb o'qituvchi bo'lgan lavhamiz qahramoni bugungi kunga kelib tikuvchilik hamda hunarmandchilikning quroqchilik turi bilan shug'ullanib kelmoqda. Men 12 yoshimdan tikish boshlaganman. Chunki mening buvim, onam shunaqa ishlar bilan shug'ullanardi. O'shalarning ta'siri bo'lsa kerak, men o'zim 12 yoshimdan keyin o'zim ko'ynaklarimni o'zim tikadigan bo'lganman. Sinlarimga ham tikib beradigan bo'lganman. Mashina tikishni men bir marta ham to'xtatmaganman. O'qituvchi bo'lib yursam ham uyga kelgandan keyin mashina tikardim. Asosan qozoq xalqining milliy liboslari hamda kelinlar sarposi uchun kerakli buyumlarni tikadigan Rohat aya har bir jarayonni mehr bilan bajaradi. Quroqchilikda birinchi qiladigan ishimiz material olaman. Materialning orqasiga pautinka yopishtiraman, keyin chizib olaman. Lekala bor, lekala bilan chizib olganimdan keyin uni payalnikda o'yib chiqaman. Payalnikda qirqib chiqqanimdan keyin ikkita o'yib chiqadi. Bu quroqchilikda bizning qozoqlarda yo'q deganda ikkita ko'rpacha bo'lish kerak. Yoshlarni deydi, bir-biriga bog'lab turish uchun quralish kerak. Rohat ayaning ijod namunalarini tomosha qilar ekanmiz, insonning qo'li naqadar gul bo'lishiga yana bir bor guvoh bo'ldik. Mehr bilan tikaman, keyin mazza qilib o'zim bir marta tomosha qilib olaman bularni. Ko'rib, shuni rostdan men tikaman deb o'tiraman-da. Kelgusidagi maqsadim shu yoshlarga mana shu hunarimdan qoldirib ketish. Bejiz xalqimiz hunardan rizqing unar deyishmagan. Bugungi lavhamiz qahramoni ham nafaqada bo'lishiga qaramay o'z hunari ortidan qo'shimcha daromad olmoqda.